Assalomu alaykum. Ustakalar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Hozir bitta kichik kim uchundir arzimas narsadir, life hackcha aytib o'tmoqchiman. Ma'lumotlarni yamatishgan. Endi biz bu joylarni laklab beryapmiz, oqarib ketgan joylarni laklab tinalashtiryapmiz-da. Endi bitta joyda mana shu rangdagisida 4 ta dona teshikli joy qolib ketgan ekan. O'shani yamalmagan. O'shanga endi mineralkachi ustalar ketib bo'lgan. Mineralka qolmagan ekan. Biz endi mana bu yerda qarang. Yaqinlashtirsak to'kilgan mineralkalar bor ekan. Men sal ko'prog'ini topib oldim-da. O'shalarni olib turib mana shularni meniki maydaladim. Laklashgan ichiga maydaladim-da. Keyin laklavamiz o'zi, mana akrilimiz bor edi. Akril bilan ozgina aralashtirib mineralka yasab oldim-da. Endi o'shani antiga olib borib teshikda yamab bitkazib qo'ydik. Hozir shu joy ham ko'rsataman. 4 ta dona teshikcha edi. Yamab o'zidek qilib qo'ydik, xudo xolasa. Yoqqan bo'lsa like